Dunyoda 7 milliarddan ortiq ko'plab ajoyib insonlar yashashadi. Bir-birini qadrlab, mehr-muhabbatda yashash, e'tiborda bo'lish har bir insonning xohishi desak yanglishmaymiz. Yangi yil bayrami esa odamlarni bir-birlariga yanada yaqinlashtiradi. Bu bayramni butun dunyo aholisi birdamlikda nishonlaydi. Tanishing, bu Yura amaki, u Tyumenda yashaydi. Yolg'iz o'zi zerikmasligi uchun qishloqdagi bir oilaga qo'riqchi bo'lib ishga joylashib olgan. Yura amaki kunduzi uyni qo'riqlardi. Hozir. Kechqurunlari esa o'zini ishlayotganga solardi. Shu tarzda yillar o'tib borardi. Lekin bir kuni Xudoyim, axir bu cho'chqa-ku, to'ng'iz, yaramas to'ng'iz. Qanday atamang? Baribir Bu cho'chqa. itning o'rnida. Tavba qildim. Nomi Kostya. Kostya-de. U bilan sayr qilish, ovqatlantirish, qishda muzlab qolmaslik uchun kiyintirish kerak. Kim shunday qiladi? Albatta senda. Men cho'chqaga aslo qaramayman. Qalbingdagi o'sha go'zallikni nahotki ko'ra olmasam. Og'riyapti. Butun qishloqda meni sharmanda qilyapsan. Mayli. oradan yarim yil vaqt o'tdi. 31 dekabr ham kelib qoldi. Shu kunda Yura amakining hayoti butunlay o'zgarib ketdi. Lekin bu haqda keyinroq to'xtalamiz. Archalar 11. Bir-birimizni hayotimizda borligimiz qanday baxt. Ertalab turganingda oying tayyorlagan olivyeni muzlatgichdan olib yeyishing qanday yoqimli. Ammo odamlar doim birga bo'la olishmaydi. Yura amakining onasi Valentina Mixaylovna ham undan 1000 kilometrlar uzoqda edi. Vola. Azizam, kel, archa bezatamiz. Seni izlab yurgandim. Qani kela qol. Qara, qanday chiroyli bezaklar olib keldim. Hech kim hatto SMS ham yubormadi. Hali erta-ku. Ishlayotganimda hammaga kerak edim. Nafaqaga chiqqach, hech kim eslamay qo'ydi. Nega bunday deysan, Vali? Qo'ysangchi, Valyush. Voy. Menga doim keraksan. Bolalaringga keraksan. Ha. Boshqa kelaman deganda. Bolalar haligacha oila qurishmadi. Nabiralarimiz ham yo'q. Senga nima bo'ldi, Vali? Qo'y endi. Rost charchadim. Hech nima yoqmayapti. Yangi yilni nishonlashni xohlamayman. Ana uni yo'qot. Vali. Valentina Mixaylovnaning qalb og'rig'iga malham topilmagan bir paytda terapevt shifokor Yekaterina Sneshkina kechki navbatchilikdan keyin ham bemorlardan bayramni sog'-salomat kutib olishlarida yordamini ayamasdi. Aha, tushundim. Qulog'ingizga tomchini tomizyapsizmi? Al Stepanna. Tomchi dorini ertalab va kechqurun tomizib turish kerak. Esingizdan chiqmasin. Ha? Tushundim. Sizga bankalar qo'yish kerak edi. Har xil bankalardan ochdik. Baqlajonli, tuzlangan bodringlar. Tuzlamalarni aytmayapman. Chiqqina bo'pti. Senga ham berib boraman. Yoqishiga ishonaman. Ajikana nima aloqasi bor? Alo, meni eshityapsizmi? Xavotir olma, senga bittasini ajratib olib qo'yaman. Eshityapsanmi? Katya. Salom.
Salom. Yolg'izmisan? Unchalik emas. Shunday o'ylagandim. Demak, men bilan bayramni nishonlashdan bosh tortasan. Lekin oho, shuncha tayyorgarlik. 7 kishini o'rniga yerkanda. Xo'sh, tanishtirib qo'yasanmi? Noto'g'ri tushunding. Hammasini tushundim. 3 oydan beri birgamiz-u, lekin uy manzilingni ro'yxatxonadan oldim. 2 kishini boshini aylantiryapsanmi? Bunga hali javob berasan. Balki gaplashib olarmiz. Ha, gaplashib olamiz. Hozir gaplashamiz-da. Albatta gaplashamiz. Qani? Ho? 44-o'lcham. Ajoyib. Menda 39-o'lcham bo'lsa. Lyonishka, meni tushunmayapsan. Tinchlanib olsak bo'lardi. Hozir dori beraman. Mana. Hozir. Ortiqchaligimni aytsang bo'ldi edi. Tushunardim-ku. Qani? Xo'sh. Boshlig'ingmi? Uylanganmi? Meni yerga urish shartmidi? Hissiyotlarim bilan o'ynashdingmi? Bu o'shami? Qanachi, qo'rqma, chiqa qol. Jonimga tegdi. O'zing jonga tegding. Denis. Tinchlan. Bu nima qilganingiz? Bo'ldi qilinglar. Bolalarim uchalash o'qmas. O'zi bir bo'lib bolalarni yaxshi ko'raman, lekin bu ishni Salom. Qo'lingizdagi meniki, u sotilmaydi. Qisqasi ular meni bo'ldi qilsangiz-chi. Buncha shovqin meni meditatsiyamga qizalog'im tanish bu odam meni tanishim. To'g'rirog'i bemorim. Tanishganimdan xursandman. Salom. Oyi. Archani bezatishga yordam beraman. Lyonichka, balki Archani bezatishga siz ham yordam berarsiz. Lekin men haligi meni itlarga allergiyam bor. Ko'rishim bilan ko'zimdan yosh oqadi. Shunga ilojim yo'q. Tomog'im ishib ketadi. Shunga mayli. Bolalar, yangi yilingiz bilan. Xayr, ko'rishguncha. Yaxshi yetib oling. Xayr. Ahmoq. Bolalarga allergiyasi bor shekilli. Biz hammaga ortiqchamiz. Oyi, xafa bo'lmang. Shunchaki u sizga mos emas edi. Ko'nglingga yaqin insonni uchratish oson ish emas. Almetirsklik mehmondo'st Nastya ham yolg'izlik nima ekanini yaxshi bilardi. U yil davomida qalbidagi eng chiroyli orzusi ushalishini intiqlik bilan kutib yashadi. Все готовятся к празднику, с ноября закупаются виское, салаты с гирляндами, торжественной ночи ждут. Блестящие платья на плечиках, и скатерть уже накрахмалена. Мы один на клеенке, один на крае грейпфрут. Очень хочется вкусного, очень хочется радости, но... Ko'ryapmisiz? Ha. Salom. Salom. Marhamat. Rahmat. Kelayotgan yangi yilingizmi? Rahmat sizni ham. Damir bolam, yaxshimisan? Ha, oyi, yaxshiman. O'zimga yangi telefon sotib oldim. Sog'lig'ing Ha, yaxshimi? hammasi joyida. Xo'p, qachon yetib kelasan? Avtobusni kutyapman. Kechgacha borib qolsam kerak. Yaxshi o'g'lim, kutyapmiz. Qolib ketmagin. Ko'rishguncha.
Xo'p, oyi, ko'rishguncha. Bo'pti. Asilmedia.net eng so'nggi tarjima filmlar makoni. Qo'lingdagini ko'tarishib yuboraymi? Yo'q, rahmat, shart emas. Men shunchaki yordam bermoqchiman. Uzoqqa borasanmi? Yo'q, ana uyga. Ha, yaqin ekan-ku. Avtobus kelishiga hali 10 daqiqa bor. Bugulmaga borasanmi? Ha, Bugulmaga. 15:30dagi reysni bekor qilishdi-ku. Nima? Nimaga bekor qilishadi? Bayram-ku axir, shungadir-da. Eng yaqini kechki 9da ekan. Obbo, shu yetmay turgandi. Agar istasang, menikida isinib ol. Rostdanmi? Ha, Yaxshi bo'lardi. yura qol. Rahmat. Ko'p vaqtingni olmayman. Sinib olaman u ketaman. Bugulmada qarindoshlar kutishyapti. Vel, qara. Skamborg topdim. Yangisidan birga ichib o'tiramiz. Skamborglar topishni yaxshi ko'rasan-ku. Ha? Vali. Unda gap bunday. Qo'l bola ichkilikni birga ichamiz. Mana, topdim. Buni sendan berkitib qo'ygandim. Hozir ochaman-da. Nima bo'ldi? Vali. Nega bunday qilyapsan? Moskvalik Roma va Lena hayotlaridagi eng muhim davrni boshdan kechirishayotgandi. Hammasi bugungi xokkey o'yinida hal bo'lishi kerak edi. Ushla. Rahmat. Xo'sh, qanday sog'a ekanini aytasanmi? Yengilgacha kutkim kelmayapti. Sabr qil. Roma, ichimni qizdirma. Dadang meni o'ziga o'rinbosar qilmoqchi. Nahotki. Va nihoyat. Shoshma. Hozir qayerda edi? Ana bo'ldi. Xuddi doim shu yerda turgandek. To'satdan kelib qolsa-chi? Bugun hal qiluvchi o'yin bor edi. Balki yutqazib berarman. Nega endi? Bu unga yoqmaydi. Bilintirmayman. O'tgan safar ko'rganida kim uchun o'ynayotganingni bilib o'yna, aqlingni ishlat degandi. Tushunmadim. Men ham tushunmadim. Kuryer bo'lsa kerak, qaraychi. Bu ne go'zallik bo'ldi. Hayotda suratdagidan ham go'zal ekan. Adashib qolmadingizmi? Sen bor, yigitchani chaqir. Baxtdan yuragi yorilib ketmasa edi ishqilib. Roma, u joy idorasidan shekilli. Voy yaramasi. Kutaverib ko'zim to'rt bo'ldi-ku. Ana shunday. Qo'lga tushdingmi? Bu meni dadam. Tanish. Voy, assalom. Qahva, choy ichmayman. So'rab o'tirma. Kelinimmi go'zalligini. Seni doim kuzataman. Eng katta layklarni o'zim qo'yaman. Kel, o'zimizni an'anaga ko'ra salomlashamiz. Salomlashmaysanmi, a? Baliq hidi kelyaptimi? Kurtkamdan bo'lsa kerak. Juda chiroyli, qoyil. Olmadan uzoqqa tushmaydi degani rost ekanda. Zo'rg'a yetib keldim. Ana xonangiz qayerda edi? Shu yerdami? Sanitariya burchagini aytayapman. Qani, nimani so'rayotganimni bilding-a? Ha, bildim. Sendan so'ramadim. Bayramni ertasiga bosh og'riq kuchli bo'ladi-ku, o'shanda o'sha xonadan chiqmay qoladi odam. Mayli, hozir o'zim topaman. Ha, mana topdim. Xalika, bu odam kim? Tamom bo'ldim. Hatto kichkina Varya ham yangi yilni kim bilan kutib olsang, yilni o'sha bilan o'tkazasan degan gapga ishonardi. Shunga onasi baxtli bo'lishini o'z qo'llari bilan bunyod etishni xohladi.
Oyi, kuling. Ha, hozir. Счастье живет в чужих сердцах, сияет в небесах, идет на полных парусах, бьется в хвостах веселых псов, звучит со всех концов на сотню разных голосов. Дробью стучится под ребром, грохочет будто гром, с горы несется кувырком. Только касается земли, оно твое, лови. Oyi, qo'shilib ayting. Oxir bayram-ku, mikrofon. Mikrofon? Пускай настанет день завтрашний, увидишь сам. Хватай его за руку, держи его крепче, не отпускай. Qo'ysin-chi. День завтрашний сейчас. Счастье хохочет до утра, хватает за бока, сидит в улыбке дура. Oyi, nimaga qiziqasiz? Hobbingiz nima? Qanaqa hobbi? 5 ta bolam bo'lsa. Hozir mendan ko'rasan. Uy, yaramas. С тобой холодный пруд ногой и вместе прыгнем с головой. Только касаемся земли, оно твое, лови. Хватай его за руку, держи его крепче, не отпускай. Настанет день завтрашний, увидишь сам. Хватай его за руку, держи его крепче, не отпускай. Настанет день завтрашний сейчас. Oyim aniq xursand bo'ladi. Uying chiroyli ekan. Hozir choy qo'yaman. Kimdir keladimi deyman. Bu muhim emas. Voy, kichkintoylar. Iltimos, salom. stol tagiga yashirin. Bo'l. Turgan Tezroq qolmadingizmi? Ularga bir qarang, shunchalik yoqimtoyki. Tushunishimcha kelganimizga bu uyda itlardan boshqa hech kim xursand emas. Ha, to'g'ri. Tushunarli. Malikamiz haliyam bir joyda o'tirgancha o'tiribdi-da. Hozirgina suyandim. Suyanishga haqqing yo'q, oyimchi. Bo'shagan shishalarni sotganda puliga o'zingga bayram uyushtirib ol. Ey xudoyim, yaxshiyamki dadang bu kunlarni ko'rmadi. Qanday yaxshi odam edi. Bu uyda kimdir menga suv beradimi? Ha, hozir. Yaxshi aylanib keldingizmi? Paltoyimni yechishga yordam ber. Aylanib keldik. Bo'ladi har doimgidek. Lekin bayram oldi tirbandliklar asabimni buzib yubordi. Do'konlarda narxlarni ko'tarilib ketganini aytmay qo'ya qolay. Aytgancha senga hech nima ola olmadim. Mosi yo'q ekan. Ha, mayli. Piyon, qara senga qanday chiroyli kimchi oldim. Senga ajoyib ko'ylakcha oldim. Biram kulgili ko'rinyapsizki. Nastya, pirog nima bo'ldi? Hammasi tayyor. Chidasa bo'ladi. Qizlarni ko'ylaklarini tayyorlab qo'ydingmi? Tayyorladim. Unda tezroq olib kel. Qizlar, bu yoqqa. Rejam bunday. Burakni uyqudori qo'shilgan pirog bilan mehmon qilamiz. Bir chetga tortib, suratga tushamiz. Xuddiki sizga zo'ravonlik qilgandek bo'ladi. Oyi, nimalar deyapsiz? Bu noqonuniy. Yaxshi reja. Xo'sh, men aytganlarimni so'zsiz bajarasiz. Tamom vassalom. Hali sizlarni yulduzga aylantiraman. Keyin uni sudga beramiz. Televideniyaga chiqamiz. Janjal omadni kaliti. Mana. Dazmolladingmi? Dazmolladim. Nega aldaysan? Buni qayta dazmolla. Qizlar, tezroq tayyorlaning. Yura qol. Yuram aka. Do'konga borib kel. Nega men? Mendan boshqa odam topilmadimi?
Nima bo'lsa men borib kelish muammo emas, lekin uy qarovsiz qoladi-da. Kostiyani olginda tezda borib kelinglar. Ana, u ham sendek dangasa bo'lib qopti. Qara. Sendek. Ana yur Kostyan, tezroq qimirla. Yangi yil emish. Ichkilik ichish uchun bahona bu, yangi yil. Kechirasiz. Gugur topilmaydimi? Chekmayman. Sizga ham maslahat bermayman. Chekmasa odam 300 yil yashasa bo'lar. Haligi mashinam o'tirib qoldi. Ha. Men piyoda yuraman. O'tir. Yot. Marhamat. Axir bu Bemalol joylashaver. Ana ayollar kim? Shu uyda ishlaysanmi? O'gay onam bilan opalarim. Isming nima? Nastya. Men Damirman. Meni deb gap eshitib qolmaysanmi? Yo'q, xavotirim. Xo'p. Bu seni akangmi? Yo'q, nimalar deyapsan? Burak O'zchivitko. Kim? Anavi, nima tanimaysanmi? Yo'q. Burak O'zchivit, mashhur turk aktyori. Bugun bayramga boramiz. O'sha yerda uni ko'raman. Xuddi hozir seni ko'rayotgandek. Bilasanmi? Uni bayram uchun maxsus chaqirtirishdi. Unga aytib beraman deb turk tilida she'r yodladim. Eshit. Malkaçıglu Bali Bey. Ben etmemey öğreti. Selmey gazetçi tü so ben Nimaga kulasan? Bo'ldi, tushundim. Demak, senga qorachalar yoqadi. Bu boshqa gap. Cho'milib chiqqandek yengil bo'ldim. Qani bo'l, uyingni ko'rsatmaysanmi? Bu nima, archami? Plastikdanmi? Aykalingda haqiqiysini olib kelardim. Dada, anchaga keldingizmi? Ha, bu shkafmi? Yo'q, unday emas. Doim adashtiraman. Kiyimlaringiz ko'p ekanda. Bu yerda nima? Oho, oyoq kiyimlarini ko'pligini xuddi do'konga tushib qolgandekman. Bular kimniki? Meniki. Modellarni ortda qoldiribsan. Dada, qaytishga chipta olganmidingiz? Bo'lmasa bilasiz-ku, bayramda topib bo'lmaydi. Bu nima? Soatmi? Qimmatbahomi? Joyiga qo'ying. Otangga esdalikka bersang bo'lardi. Sizga sovg'a olib qo'yganman, hozir. Qanday sovg'a? Fitness soat. Qo'yil. Yog'larni hisoblaydiganmi? Lenka. Katta rahmat. Qo'ysangizchi. Qariyani o'ylaganingga rahmat. Men nima beray? Ha, senga bo'la qolsin. Qunduz terisidan, shaxsan o'zim terisini olganman. Qarib qolgandi-da. Sizga ortiqcha kravatimiz ham yo'q. Qarang. Yerda bo'lsa ham yotaveraman. Taxtada uxlagin deb aytishgan o'zi. Qanaqasiga? Shunaqasiga. Sizlar ham taxtada uxlashingiz kerak. Yumshoq o'rin zararli. Osteoxondroz qiladi. Yoki bo'lmasam suvli kravat olinglar. Maza bo'ladi-da. Aytgancha, unutibman-ku. Sumkam qayerda edi? Dada. Varyush. Ichishimga suv olib ke. Rahmat. Sog' bo'l qizim. Oysini yordamchisi. Oyi, sizni yasantiramiz. Nega? Oxir yangi yil-ku. Bugun tanishganda kapitan keladi. Xuddi archadek chiroyli bo'lishingiz kerak. Bo'ptimi?
Oyi, uxlab qolmang. Har doimgidek hammasi o'zimga qoladi. Salom dada. Salom. Qayerda qolib ketding? Oying kutib qoldi. Kechiring dada, borolmaydiganga o'xshayman. Bormoqchi edim. Afsus, zarur ishim chiqib qoldi. Nima, kelmaysanmi? Keyinroq tushuntirib beraman. To'g'risini aytsam, taqdirim bugun hal bo'lishi mumkin. Mayli dada, gaplashamiz. Yaxshi o'tiring. Xo'p, mayli. Xudoyim. Salom. Kechirasiz, adashdim shekilli. Yo'q, adashmadingiz. Vitan, kiring. Kurtkangizni yeching. Bering. Rahmat. U sizni kutyapti. Yuring. Ana u. Go'zal ayol. Nima, kasalmi? Yo'q, u davolaydi, doktor. Kechki navbatchilikda charchagan, lekin o'pib qo'ysangiz aniq uyg'onadi. U seni oyingga? Bizni oyimiz. Qoyil. 5 tamisiz? Buni asrab olganmiz. O'zini asrab olishgan. Bu Pasham aka, u dengiz kapitani. Siz haqingizda aytmagandim. Bu syurpriz edi. Endi esa keting, allergiyangiz qo'zg'ab qolmasidan oldin. Menga buyruq berish sizga emas. Mehmonga oyingiz chaqirgan. Bo'lmagan gap. U sizni chaqirgani yo'q. Mana bu kichkintoyning ishi bu, to'g'rimi? Qanaqasiga? Tanishuvlar saytida akkaunt ochgan. Oyimni sizni kelishingizdan xabari ham yo'q. Shu rostmi? Voy, Nega turtib o'tyapsiz, ha? Hammaga yetib ortadi. Eshitaman. Yur. Qalaysan? Salom dada, yaxshimisiz? Aloqa yaxshi emas, uzilib qolyapti. Oying xafa, gaplashmayapti. Yanami? Nima bo'lyapti? Aloqa yomon. Gapiring, dada. Alo. Yangi yilga kelishingizni xohlayapti. Yo'q, dada, ilojim yo'q. Bilasiz-ku, men uchun yangi yil ahamiyatli emas. Ha, bilaman. Mayli, dada. Ovozingiz eshitilmayapti. Oyimga yaxshi ko'rishimni yetkazib qo'ying. Sizni ham yaxshi ko'raman. Bo'pti, shovqin bo'lib ketdi. Eng so'nggi tarjima filmlar faqatgina aslmedia.net saytida. Hey, og'ayni. Qoq. Ha, kichkintoy. Seni tashlab ketishdimi? Bir o'zing qoldingmi, ha? Bechoragina. Eshik ochiq ekan. Kirib kelaverdim. Tinchlikmi o'zi? Archani bezatmabsiz. Uyingizni ham yasatmagansiz. Bayramni nishonlamaymiz. Bu yoq qiziq bo'ldi-ku.
O'zingiz har yil bizni tabriklagani chiqardingiz. Eng yaxshi bayram kayfiyati sizlarda bo'lardi. Siz nishonlamasangiz, hech kim nishonlamaydi. Gala, bizni hech kimga keragimiz yo'q. Nega kerak bo'lmas ekansiz? Yo'rqa pashkachi. Ularning ikkisi ham band. Ikkita yaramasizlar. Nima endi? Bayram bo'lmaydimi? Kunam sovib ketdi. Mana olib kelganlarim. Hammasi bor. Faqat Karamga keyin boraman. Negadir nordon ekan. Tatib ko'rdim. Kechroq yangisini olib kelishar ekan. Zarni oltin rangini oldim. Zar bilan muammo kelib chiqishi mumkin. Agar Kasyan zarni yeb qo'ysa, asabiylashmang. Kasyan qani? Do'konda qoldiribman. Ey xudoyim. Kostya, esim qursin. Cho'chqani ko'rmadingizmi? Yo'q. Obbo, Kostik, Kasyan. Kasyan! Kostik. Kechirasiz. Gugurt topilmaydimi? Men ham tabriklayman, men ham tilayman. Ha, men ham. Do'stligimiz hurmati yordaming kerak. Mashina raqamini aniqla. Sariq mashina 963. Xo'p, kutaman. Xudoyim. Shoshmang, to'xtang. Unga yoqasiz. Menga qara. Kattalarning ishiga aralashma. Boring, ketavering. Oyingizga salom ayting. Mana buni unga olib kelgandim. Unga sovg'angizni keragi yo'q. Bu sovg'ani o'zim O'rta Yer dengizdan topganman. Unda o'sha yerga qaytaring. Yangi yil bilan. Bu sizga choynak. Valiya xolani o'zi olgan. Buni esa birgalikda terganmiz. Bu pista yog'i, bunisi esa chakanda yog'i. Tabiiy mahsulot. Yeb turish kerak. Dada, biz Valiya xola uchun video olishimiz kerak. O'qituvchinga rahmat ayt. Qani, boshla. Rahmat, Valentina Mixaylovna. Kim shunaqa rahmat aytadi, a? Lena, yordam ber, u eplab gapira olmaydi. Birga gapiringlar, iltimos. Chin dildan rahmat, Valentina Mixaylovna. Bu boshqa gap. Yaxshi bo'ldi. Hozir telefon. Vitaliy qo'ng'iroq qilyapti. Gala, qara yonimda kim turibdi? Romka. Katta bo'lib ketibsanmi? Roma, dieta qilsang bo'lar ekan. Roma, qachon kelasan? Maktabda qilgan to'polonlaring hech ham esimdan chiqmaydi. Bir marta it ortingdan qo'ygandi, esingdanmi? Rosa qochganding, tez yugurarding. Esingdanmi? Kelinimni chiroyliligini ko'rdingmi? Romaga juda mosa. Meni juda yaxshi kutib olishdi. Uylari chiroyli ekan. Uzilib qolyaptimi? Oy, ana endi yaxshi bo'ldi. Ajoyib, mana bo'ldi. Buni qarang. Romka ham Valentina Mixaylovnaga video xabar yuboribdi. Sevimli o'qituvchimga katta rahmat. Ana ikkita sesonasiga qo'ng'iroq ham qilmadi. Ha. Bir fikr bor. Vali xola, keling, o'g'illaringizga video xabar yuboramiz. Qani, gapiring. Gapiring. Voy, nimani gapiraman? Bilmasam, yaxshi o'g'il bo'lmayotganlarni ayting. Shuncha katta qilsam-u, siz esa xabar olmaysiz deng. Yo'q, unday deya olmayman. Ha, mayli, boshqa narsa deng. Bo'ling. Ko'rinishim yaxshimi? Yaxshi. Oy. Yurka, Pashul. Sizlarni juda sog'indik. Birorta xabar ham yubormadingiz. Bolajonlarim, mana hozir yonimda oyday bo'lib Galinka o'tiribdi. Vali xola, erim bor axir. Ana do'kondagi Lenka ham juda chiroyli ayol, doim kulib turadi, tilla tishlari bor. Tilini tishlab olmasa bo'ldi. Oy, yangi yilni hamma birga, oila bag'rida, hamjihatlikda kutib olish kerak. Hamma bir-biriga qarab xursand bo'lsin, bir-biridan mehr olsin, sovg'alar bersin. Shundoq ham kam ko'rishamiz.
nahot kelish shunchalik qiyin bo'lsa, o'z uyiga bayramda kelish qiyinmi? Bolajonlarim, qadrlilarim, sizlarni bir bag'rimga bossam edi. Diydoringizga to'ysam edi, iltimos kelinglar. Ta'sirlanib ketdim. Bo'ldi, boshqa gapira olmayman. Hozir o'g'illaringizga yuboraman. Chiroyli ekan. Balga kiyib boradigan ko'ylagimni ko'rsataymi? Ko'rsat. Zo'r-ku. Nastya. Yashirin. Qayerga? Shkafga. Nimaga? Anastasiya. Nega? Bu nima, a? Ay. Hamma yorasvo. Xonang yoyilib yotibdi. Mana bu suratlarni nega osib qo'yding? Shuncha burak uzchivitlar. Unga yoqaman deb o'ylayapsanmi, a? Nastya. Yetimcham o'zimni. Senga qarab odam rahmi keladi. Unga yoqimtoy, ko'rimli ayol kerak. Sen esa qo'rqinchlisan. Aqling ham burningdek kichkinagina. Sen qaydasan, u burak qayerda? U osmondagi oy, sen yerdagi balchiqsan. Tilingizni tiying. Nega uni haqorat qilasiz? Nimaga indamaysan? Bu kim Uni do'stiman. Nega unga zo'lishkaga gapirgandek gapirasiz? Nastya, yur, bu yerdan ketamiz. Yo'q, hammasi joyida. Sensiz bir kun bo'lsa-da yashab ko'rishsin, hech bo'lmasa idish yuvishni o'rganishardi. Mendan xavotir olma. Keta qol. Nastya, nega? Bor. Shoshmay turchi, men juda qiziqib ketyapman. Bu kim? Qanchadan beri bu yerda turibdi? Bal haqida o'ylama, uyda qolasan. Uyatsiz. Buni ham boshqalaridan farqi yo'q. Oyi! U keldi. Uyg'oning. Hammasini o'tkazib borasiz. U ketib qoladi-ku. Endigina topgan yaqinimizni ba'zida juda oson qo'ldan chiqaramiz. Nega bunday o'tiribmiz? Turing, choy qo'ying. Birga maza qilib choy ichamiz. Hozir yuvinib chiqay. Roma, sochig'ingni olib turaman, xo'pmi? Dadangdan qizg'onmassan-a? Turing. Xudoyim. Romka, nima? Haliyam o'ynayapsanmi? Dadang bilan qachon o'ynaysan? Necha yildan beri va'da berasan? Oldin har shanba do'stlarim bilan eslaysanmi? Valka Ozev, Kolya Surin, Pashka. Vova o'yin payti yiqilgandi. Yugurib yiqilgan. Tez yordamda olib ketishayotganda ko'karib qolgan. Ko'k kiyimda o'ynardi. Ko'kargancha ketdi. Ruhi shod bo'lsin. Romani bugun o'yini bor edi. Nahotki. Sezibman-da. Romaginam, o'g'lim, Romaginam. 2 hafta endi doim birga bo'lamiz. Sen qayerga borsang men ham boraman. Hozir yunib chiqay, keyin o'yinga birga ketamiz. Bo'lsangchi, tezroq. Dadamizchi? Kechirasan. Boshqa choram yo'q. Shunday tashlab ketaversanmi? Ты знаешь, я тронулся гораздо раньше, чем люди. Без тебя ни Новый год не заходит, ни мандарины, ни апа. Ведь даже снеговику нужна рядом снежная баба. Я бы развязал ленты на упаковке твой шаг. Я бы не спеша нарисовал бы сердце на окно написал. Я бы не упустил шанс, как лучше мы снова потанцевать с тобой под пластик. Eshitaman. Salom Nastya. Men Damirman. Xafa qilgan bo'lsam, iltimos kechir. Sen to'g'ri aytganding. Ular ustimdan qulflab ketib qolishdi. Men hozir nimadir o'ylab topaman. Romka, eshik qulflanib qopti shekilli.
Ha, bilaman dada. Qulfimiz shunaqaroq. Hozir uy idorasidan chilangarni chaqiramiz. Dada, bo'pti, kutib turing. Hozir qo'ng'iroq qilaman, eshikni ochishadi. Alo. Gapir, Vitaliy. Tasavvur qilyapsanmi? Unga shuncha narsa olib keldim. U esa ustimdan qulflab ketib qopti. Romkami? O'zi bekor ketman. Unga ota kerak emas. Bu nima deganing, Vitaliy? Albatta keraksan. O'zi shundoq ham 5 yilda bir ko'rishsangiz, 1000 kilometr yo'lni bosib borgansan axir. 3375. Ana bo'lmasam, ketishni o'ylama. Rahmat, Ganya. Sog' bo'l. Sizga olib keting degandim. Ichkarida bir narsamni unutibman. Qayerda? Qayerga? Oyingizni uyg'onishini kutib tura qolaman. Qanaqa odamsiz o'zi? Ismi nima? Sonya. Shunaqami? Safiya degan. Aqlli degani. Balki tasodif emasdir. Men bunday hodisalarga ishonaman. Tasavvur qilyapsanmi? Menga esa farqi yo'q. Hozir politsiyaga qo'ng'iroq qilaman. Yangi yilni ular bilan kutib olasiz. Tushunarlimi? O'zing bilasan. Vijdoningga havola. Nega uyingizda betartiblik? Archa nega bunday yotibdi? Bezatmadik. Oyim yordam so'radi. Hech kim yordam bermadi. Yaxshi emas. Ismi nima? Varya. Archani bezatamizmi, Varya? Qo'yil. Bizni ham archamiz bo'ladi. Oyimni ham kimdir sevadi endi. Varya. Hozircha Archadan boshlaymiz. Varya o'yinchoqlarni olib chiqadi, Sonya changlarni artadi. Qarang-a. Salom, kechirasiz. Oynani ochib yuborasizmi? Bobongiz muzlab qoldi. Voy. Rahmat. Menga sovg'a olib keldingizmi? 2 million dollar so'ragandim. Qancha? Mana senga fitness soat. U kaloriya hisoblaydi. Unga sovg'a yo'qmi? Unga ham kerakmi? Topdim. Bu senga. O'zim tayyorlaganman. Ehtiyot bo'lib egin. Begonalarga boshqa oynani ochmang. Tushunarlimi? Bu rostdan ham bor degandim-ku senga. Salom. Ertalab sizdan telefon olgandim. Fikrimdan qaytdim. Qaytarib bermoqchiman. Rahmat. Bolalar, xursand bo'lgan yaxshi-ku, lekin palubada tozalik bo'lsin. Uyni chiroyli bezating. Xo'p, kapitan. Stepan, Denis. Kechirasiz. Tezda qaytaraman. Rahmat. Xo'p. Maksim, ukalaringga o'rnak bo'lsang-chi. Menga qara, erkakchasiga gaplashib olaylik. Kimga gapiryapman o'zi? Hey. Ha? Gapimni eshitdingmi? Yo'q. Palubada tozalik muhim. Menga buyruq berishga haqqingiz yo'q. Haddini bil, dengizchi. Bolalar uzilish bo'ldi, hozir yana hammasi joyda. Hozir ko'rasan mendan. Hop. Joyini to'g'rila. Aqldan ozdingmi? Salom. Ko'ylagingni ol, ketdik. Ko'ylagimni rasvo qilishdi. Hech qisi yo'q. Yangisini olamiz. Kechir, Larisani yaxshi ayol deb o'ylabman. Mayli, bu muhim emas. Kurtkangni kiy, ketdik. Narvonni ham qaytarib berishga ulgurish kerak. Yordam bervaraman. Mayli.
Salom. Xayrli kun. Bizga eng chiroyli ko'ylagingizni ko'rsating. Yaxshi, qanday ko'ylak bo'lsin? Yomonmas. Uncha emas. Olamiz. U yerga qanday kiramiz? Chipta Larisada-ku. Ko'ylak topguningcha hammasini o'ylab qo'ydim. Ketdik. Qoyil. Salom. Tanish, bu amakimning o'g'li Rinat. Bu esa Nastya. Salom. Soat 8 gacha vaqtim bor. Keyin limuzin qovoqqa aylanib qoladi. Ulguramiz. Qanday qilib kiramiz? Ko'rasan, o'tir. Damir, sehrgarmisan? Sehrgar emasman, endi o'rganyapman. O'tir. Ushbu film aslmedia.net sayti tomonidan HD formatga o'zgartirildi. Romka, men ko'chadaman. Xo'sh, qayerga borish kerak? Gapira qol. Qanday chiqdingiz? O'yiningni ko'rish uchun tog'ni talqon qilaman. Manzilni ayt. Dada, noqulay ahvolga solyapsiz. Xokkeyga ketyapmiz. Sokolnikda. Dadang qohir. Podyezd oldida kuting. Sizga taksi yuboraman. Topdim. Endi o'zingdan ko'r. Yer emas. Qo'lga tushding, cho'chqa o'g'risi. Ko'stik. Bu yerda bolalar bor. Bolalar. O'g'ri bolalar uyining ishchisi Semyon Semyonovich Volkov bo'lib chiqdi. Senga hammasini tushuntirib beraman. Bolalar yil davomida undan minipik olib kelishni iltimos qilishgandi. U shunchaki bolalarga ko'rsatish uchun uni olib kelgandi. Salom, bolalar. Yura amakiga qo'ng'iroq qilib tushishni imkoni bo'lmadi. U Kostyani izlab yurganida telefon quvvati tugab qolgandi. Sonya. Hech bo'lmasa, o'zingni xonangni yig'. Uyat emasmi? Oyingni o'yla. Narsalarimga tegmang. Italiyada odat bor. Yangi yilda kerakmas narsalarni hammasini oynadan otishadi. Ajoyib. Unda sizni otib yuboramiz. Nega buncha g'azabdasan? Senga nima qildim? Sizga ishonmayman. Siz ham boshqalar kabisiz. Balki imkon berarsan. Istamayman. Oyim sizni deb qiynalishini xohlamayman. Tushunarli. Xayr. Alo, politsiya. Uyimizga bir begona odam kirib olgan. Qo'rqyapmiz. Hoziroq keling. Xo'p, manzilni yozib olasizmi? Barakalla, Varyush. Pasha. Alo. Alo, Pasha amakiga qo'ng'iroq qilmang. U boshqa ayolni yaxshi ko'radi. Hoy, shoshma, Pashani o'zi. Oy. Bular qanaqa odamlar o'zi, a?
Pasha, videoni ochib qarasang-chi. Iltimos. Murad! Seni sevaman! Dastat qo'y-de! Murad! Yo'l bering, chetroq turing. Yulduzni o'tkazib yuboring. Hey, qayoqqa? Biz Burak bilanmiz. Kimsiz? Ana limuzinda keldik. Bu qiz turk yulduzi. Burak bilan rol ijro etgan. Ismi nima? Ardan Guler. Ro'yxatda yo'q. Nimalar deyapsiz? Shoshmang. Serial ko'rmaysizmi deyman. Bu qiz juda ham mashhur. Nima, sizga muammo kerakmi? Hozir administratorga qo'ng'iroq qiling. Kerak emas. Bo'pti, o'tinglar. Bu boshqa gap. Nega o'tkazdingiz? Biz ham kiraylik. Qadrli mehmonlar, uzoq kutilgan, va'da qilingan syurpriz. Sizlar uchun maxsus taklif etilgan inson, kechamizni aziz mehmonini kutib oling. Dunyo tan olgan yulduz, turk kino olamining mashhur namoyandasi Burak O'zchivit. Yangi yil bilan. Hayır! Rahmat! Sizlarni sevaman. Oy! Azizlar, konsertdan so'ng mashhur aktyor bilan suratga tushish imkoningiz bor. Hozir esa davramizga quvnoq ijodkorlarni taklif qilamiz. Iltimos, biroz chetroq turinglar. Bu qanaqasi, ha? Larisa Pavlovna, xayrli kech. Keling. Hammaga salom. Kelib bo'ldi. Konsert boshlandi. Keldimi? Ko'rinishingizga gap yo'q. Rahmat. Meni bilasiz-ku. Vitaliy Semyonovich. Xo'sh. Oho, biznikilar yutyaptimi? Yo'q, yutqazishyapti. Nega endi? Axir o'g'lim zo'r o'ynardi-ku. Muz saroyda hamma undan cho'chirdi. Rostdanmi? Ha? Hozir u yer mebel saloniga aylantirilgan. Roma o'g'lim, taslim bo'lma. Roma olg'a. Lenka ol. Qushga to'y. Olsang-chi, uyda choy ichib olmading. Ol. Bo'shashma o'g'lim. Hushyor bo'l. Qani bo'l. Roma. Kim u? Dadangmi? Ha? Birinchi marta ko'rib turibman. Roma. Bu qanaqasi axir? Roma, bo'shashmasang-chi. Oddiy zarba edi-ku o'g'lim. Nega bunday qilyapti? Tushunmay qoldim. Ataylab yutqazib beryapti. Boshlig'i uchun. Roma! Esingni yig' o'g'lim. Roma, yutqazma. Seni bunday tarbiya qilmaganman. Eshityapsanmi? Roma! Hammaga xayrli oqshom. Ajoyib raqs bo'ldi. Tashakkur. Qo'la biroz ovozimni ko'tar. Bir yaxshi bo'ladi. Merhaba. Qadrli Burakjon. Uzoq kutgan mehmonimizsiz. Sizga o'z do'stimizdek murojaat qilyapman. Sizni juda kutgandik va sizga syurpriz tayyorlab qo'yganmiz. Qizlarimni kutib oling. Nina va Nika sahnaga chiqing. Mana bu bizni sovg'amiz. Qirolimiz. Urf odatlari ekan.
Avval bu yerda bo'lganmisan? Albatta. Axir kuryerman-ku. Kutib oling, Qorbobo va Qorqiz. Aha. Katta rahmat sizga. Qizlarim kela qolinglar. Turish kerak. Buncha kelishgan erkak. Aqldan ozish hech gap emas. Bera qoling, o'zim unga beraman. An'anamizga ko'ra, bundan bir bo'lak tishlashingiz kerak. Bence müzik bittikten sonra gitsin. Burak konsertdan keyin tatib ko'rishini aytyapti. Chetga o'ting. Sit down, please. Do'stlar, konsertimizni davom ettiramiz. Raqslar davomiyligiga e'tibor qarating. Ha, davom etavering. Voy. Endi kimni zaharlamoqchi bo'lganini tushundim. Bu yer eng ko'zga ko'ringan joylardan, hammani e'tiboriga tushgan. Qayerdaligini tushungandirsiz? Hammomga taklif qilyapti. Bu yerga borsangiz afsus qilmaysiz. Vaqt ketkazib nima qilasiz? Yuring, hoziroq olib boraman. Hoziroq o'sha yerga boramiz, maylimi? Oyi, balki kerak emasdir. Nina, jim turishni qachon o'rganasan? Yashirin. O'sha Burakni bizga nima keragi bor? Bizni uyatga qo'yyapti. Bu menga yoqmayapti. Ketishdi. Nastya. Suyukli do'stim, yo'q dema, uyalma. O'zim pishirganman. Hammasi tamom. Nima tamom? Uni qutqarish kerak. Romka! Uyat emasmi? Seni halollikka o'rgatgandim. Bu nima qilganing, ha? Yigitlar, Dada. men uni ilk murabbiysiman. Bu bunday zarbalarni ko'zi yumuq holda ushlab olardi. Sen nima o'zingni yaxshi o'ynayman deb o'ylayapsanmi, ha? Xuddi fildek muz ustida uchib yuribsan. Sen kimsan o'zi? Uni bolaligida Dinamoga qabul qilishgandi. Bu meni o'g'lim, tushunarlimi? O'zim hal qilaman, asabiylashmang. Ketdik. Yuring. Nima bo'ldi? Bo'la qolsangiz. Dinamoga qabul qilishgandi. Roma, nima bo'ldi? Romka, axir seni himoya qilyapman. Nima qilyapsan? Yetar, keting, bas qiling. Romka, nega meni haydayapsan? Nima bo'ldi? Ularning yonida tiling qisqmi? Sizga o'xshab yashashni istamayman. Umringiz avtobus parkida o'tib ketdi. Chakanda yog'ini ham yomon ko'raman. Bolaligimda ko'nglimni ozdirardi. Boyagi odam esa siz butun umr qilganingizdan ko'ra ko'proq yordam bergan. Tushundingizmi? Xo'sh, menga nima o'rgatgansiz? Kuya kapalaklarini tutishnimi? Qo'ng'izni ipga bog'lashnimi? Yo velosipedda yorilgan shinasini yamashnimi? Yaxshisi o'shalarning yonida tilim qisiq bo'lsin. Sizga o'xshagan bo'lmay. Kalitni ber. Roma. Bo'l, ber dedim. Kalit. Narsalaringizni oling-da, keting. Kalitni pochta qutisida qoldiring. Xayr. Mana uyga ham keldik. Rosa xursand bo'lsa kerak. Mehmonga borish yaxshi, uyundan yaxshiroq. Mana oling, qabul qiling. Aytganimdek, do'konni oldida jimgina turgan ekan. Odamlarni o'ziga qaratib, ustinga bog'liq holda. O'zimdan yo'qol. Tushunmadim. Ko'syani olmaysizmi? Shu ko'syang bilan ko'zimga boshqa ko'rinma. Bolalarimga boshqa minipik olib keltirdim. O'shani Kastyan dedim. Ular seni ko'rib qolmasdan bu yerdan yo'qol. Bo'lmasa asabiylashib qolishadi. Ishdan haydalding. Hech qisi yo'q. Mayli. Hech nima qilmaydi. Hech qisi yo'q.
Xo'sh, ota-onanikiga ketdingmi? Roma, bilasanmi? Nazarimda menga xiyonat qilasan deb o'ylab qoldim. Mendan ham voz kechsang kerak. Menmi? Nimalar deyapsan? Qaysidir odatim yo'qmasa, meni ham haydaysan. Lena. Dadam bilan ketaman. Lena. Ortimdan borma. Lena. Yigitlar, xitoyliklar va koreyslardan birini tanlaymiz. 10 marta o'ylab ko'ring. Ey, oshirib yubording. Bu nima qilganingiz? O'yinim saqlamay qolgan bo'lsa-chi? Turib hamma yerni yig'ishtir. Yangi yilga oz qoldi. Ko'p gapirmang. Hali shunaqami? Hozir ko'rasan mendan. Qo'lingizni ko'taring, politsiya. Tushunmadim. Nima qilyapsiz? Men mehmonga kelganman-ku axir. Qarshilik qilmang. Nima qilyapsiz? Iltimos, qo'yib yuboring. Bu qanaqa sahar? Bayram yaqin. Sonya, uni qamashadimi? Hech bo'lmasa, kurtkamni kiyib olay. Jim keting. Shoshmanglar. Kechiring, aldagan edim. U oyimni tanishi, bizni xafa qilgani yo'q. Shunchaki ta'zirini berib qo'ymoqchi edik. Rostdan ham aybdor emas. Iltimos, uni qo'yib yuboring. Uzr, hazillashgandim. Ahmoqona hazil. Kechiring. Yangi yilingiz bilan. Kapitan, biz bilan qoling. Boshqa xafa qilmaymiz. Umuman olganda yaxshi odam ekansiz. Bo'pti, olaman. Voy, tezroq qutqaring. O'ldirishmoqchi. Yordam bering. Tezroq. Qizlar, Burak ketib qolyapti. Hamma ichkariga. Ketdik. Ha, yuboringlar. Xo'sh. Bo'pladik. Qoyil. Yes. Salom qadrli do'stlar, mehmonlar. Hammamiz birga qor qizni chaqiramiz. 1 2 3 qor qiz. Qor qiz. Qor qiz. Qor. Larisa Pavlovna, sizni chaqiryapmiz. Sahnaga marhamat. Mashhur mehmonimiz uchun raqs tushib berasiz. Oy. Oy. Boshim aylanyapti. Bu Qor boboning nabirasi. Burak, men bilan yuring. Bu syurpriz.
Birorta yog'och topib bering. Tushunmayapman. Shvabrani aytyapman. Shvabra. Shivabrami? Ha, mana Shivabra. Shivabra. Ha, Shvabra. Shivabra. Hoy! Hoy! To'xta! To'xta dedim. Hoy, yaramas. Buni qaranglar, shunchaki aylanib yurgandim. Hozir ko'rasan. O'zimiznikilarga yordam beramiz. Asimedia.net taqdim etadi. Xo'sh, ishlar qalay? Mendami? Qattiq urmadimmi? Yo'q, hammasi joyida. Shunchaki mushtim qattiqroqda. Qani, tura qol. Bo'pti, bolalarning yoniga boray. Mayli, shoshma. Aytgancha, Kasyanga vaqtida ovqatini ber. U sabzavotlarni yaxshi ko'radi. Kartoshka pishirib berardim. Ikki tomonni qizartir. Ikki tomonni? Ha, nomiga ikki tomonni qizartirasan. To'xta. Unga salom ayt. Albatta. Bora qol. Sen haliga kirib tur. Yo'ling tushganida. Xo'p. Mashinang u tomonda. Mashinam bu tomonda. Yaramas qorbobo. Вьюга за окном кружится. Это старый год хмурится. Снегом все дома. Ivan Georgievich, o'z xohishimga ko'ra ishdan bo'shamoqchiman. Qanaqasiga? Hammasiga o'zim erishaman. Sizni yordamingiz kerak emas. Menga ko'p yaxshilik qildingiz. Hammasi uchun rahmat. yarim yo'lda ketib qolayotganim uchun uzr, lekin noto'g'ri yo'lda ekanimni tushundim. Butun umr murabbiy bo'lishni orzu qilgandim. Orzuyimni amalga oshirishimga ishonaman. Uzr so'rayman. Чтобы словно под снежной улыбалась ты. Ushlang. Meni pegingizni oling. Yuram aka, kuchli ekansan. Qo'ysangchi. Rahmat, Yuram aka, qadrdonimiz. Har kungi odatim bo'yicha aylanib yurgandim. Shu yerdan o'tayotgandim. Har kuni 10 kilometrcha yuraman-da. Oilamizga qayta qoling. Yaxshi ish qilmadik. Ha? Qayta qol. Qizishib ketibmiz. Sen bo'lsang tinch yashaymiz. Ha, bunisi to'g'ri. Men parashyutdan 5000 marta sakraganman. Ha. Dada!
Dada, tushing. Birga o'ynaymiz deb va'da bergandim. Ромка. Я тебя поздравляю, с Новым годом желаю, чтобы словно подснежник улыбалась ты. Dada, iltimos, kechiring. Bolalikdagi kabimi? Qani darvozaga turchi? Bardam bo'l o'g'lim. Xo'sh, tayyormisan? Ha. Qanday ishlading? Qoyil. Sizni o'rgatganlaringiz esimga tushib ketdi. Amaki, sizga nima bo'ldi? Nega xafasan? Yur, bayramni birga kutamiz. Yangi yilga oz qoldi. Bolalarchi. Bayram bilan. Tushunmadim. Ana, uyqudagi malika uyg'ondi. Kechirasiz. Siz kim bo'lasiz? Salom. Balki kimdir tushuntirib berar. Bu yerda nima bo'lyapti? Bayramni sizlar bilan nishonlasam qarshi emasmisiz? Qanaqasiga nishonlaysiz? Sizni birinchi marta ko'rib turibman-ku. Oyi, qizishmang. Oyi, u sizga yoqib qoladi. Keyin hammasini tushuntirib beramiz. Men Pavelman. Bu qanaqasi? Sizlarni o'ldiraman. Unga gapiring. Kichkintoyingiz. Hammasi uning ishi. Qani suruvchi? Ha, u. Qani oyingizga solib bering. Itimni ovqatlantirib kelay. To'xtatib oling, iltimos. Malkaçıklı Poli Bey, bana pes etmemeyi öğretti. Sorry. Kechirasiz. I thought it's a surprise. Qandaydir syurpriz deb o'ylagandim. I don't understand. Balki nimalar bo'lganini aytib berarsiz. Uzr. Men shunchaki aytishim oson emas. Sizni yaxshi ko'raman. I see. Tushunarli. Tushunarli. But Sen you are not in love with me. meni yaxshi ko'rmaysan. You love my characters. Meni ijroimdagi qahramonlarni yaxshi ko'rasan. Shahzodangni It's somewhere near. yon atrofingdan izla. I understand. To'g'ri aytasiz. Sorry. Uzr. Could I drive to Uni him? yoniga borsak bo'ladimi? He's probably freezing to death. Kurtkasi His sovqotayotgandir.
Albatta. Haydang. Bu narsalarni keragi yo'q edi. Yaxshilikka ishonish kerak, amaki. Men doim mo'jizaga ishonaman. Axir niyatlarimiz yaxshi-ku. Kim keldi ekan? Salom. Oyim bilan dadam kelishmadimi? Qayerga? Nega bo'lardi? Valentina Mixaylovnani tabriklash kerak. Sekinroq. Uxlayapti. Nega uxlaydi? Uni ijtimoiy tarmoqdagi videosini ko'rdik. Ota-onalarimiz ularni o'quvchilari tabriklashga kelishmoqchi ekan. Internetda shov-shuv ko'tarildi. Nima xabaringiz yo'qmi? Valentina Mixaylovnaning o'quvchilari dunyoni turli burchaklarida yashashadi. Ularni hammasi sevimli o'qituvchisini tabriklashga shoshilishdi. Nafaqat o'quvchilari, balki ularning do'stlari, do'stlarining do'stlari ham Valyaxonani bolalariga murojaatini ko'rib, qalblari yumshab ketdi. Sevimli o'qituvchimiz yolg'izlanib qoldi. Nega shuncha paytdan beri tabriklash esimizga kelmadi? Bu xatoni zudlik bilan to'g'rilash kerak. U bizga mehrini berib saboq berdi. Shunday odamni unutib bo'ladimi? Albatta uni tabriklash. Maktab paytlarimiz eng zo'r davrlar edi-da. Bir yig'ilishsak, albatta Sizlar bilan gaplashib bolaliga esimga tushdi. Valentina Mixaylovnaning o'quvchilaridan biri radioda ishlar ekan. Aql bovar qilmaydi. Valentina Mixaylovnaning 10 mingdan ortiq o'quvchilari aloqaga chiqishdi. O'sha video tasvir go'yoki butun mamlakatni birlashtirdi. Tabrikka yana kim qo'shilmoqchi? Havola radiomiz saytida bor. Hammani kutamiz. Salom. Salom. Muzlab qoldingmi? Yo'q, unchalik emas. Baxtli bo'ling bolalar. Rahmat sizga, Burak. Yangi yil bilan. Shivabra. Tushunmadim. Axir u-chi? Nima u? Biroz gaplashdik. Rejang qanday? Bilmayman. Men bilan Bugulmaga borasanmi? Qayerga? Bugulmaga. Oyim mazali taomlar pishirib kutyapti. Dasturxon bezatilgan, mehmonlar kelishgan, buvim, aka-uka, opa-singillarim, qisqasi qarindoshlar. Borasanmi? Yangi yilni birga kutamiz. Senga katta rahmat. Lenka. Правильно? Давно пора. Молчат мне, настрогайте. Vau. Tomosha qilmoqchimisiz? Unda asilmedia.net saytiga tashrif buyuring. Galka yozibdi. Valyaxonani tabriklash kerak. Kechirasiz. Salatni uzatver. Eshitaman. Boshqa, seni Valyaxona kun bo'yi izlabdi. Hoziroq aloqaga chiq. Havolani yubordim. Xo'p, tushundim. Mana bu havolani ochib bera olasanmi, iltimos? Menga tashlab beringchi. O'zing amalla. Xo'p, bering, yordam beraman. Sizlarga bir gapni aytmoqchiman, bolalar. Doim yaxshilikka ishoninglar. Yaxshi niyatlar amalga oshadi. Masalan, minipik xohlaganmidingiz? Bolalarni ko'pligini qarang. Ularsiz bayrammi? Yaxshini qara-yu. Ularni bayram bilan tabrikla. Yangi yil bilan bolalar degan. Yangi yil bilan bolalar. Kosyak, og'ayni. Kosyak. Ko'rgandan xursandman. Salom do'stim. Yura, siz gapirmay qo'ya qol. Bayram bilan do'stim. Valentina Mixaylovna, sizga sovg'amiz bor. Qarang kim keldi. Valentina Mixaylovna, qadrli ustozimiz. Vitkami? Oy. O'zimga qarab olmabman. Nega ogohlantirmadingiz? Juda chiroylisiz.
Bu hali hammasi emas, Valentina Mixaylovna. To'la, yoqsang-chi. Hozir yoqaman. Valentina Mixaylovna, sizni juda yaxshi ko'ramiz. Rahmat sizga. Qizimga Pushkin ertaklarini xuddi siz o'rgatgandek aytib beryapman. Marinochka. Menga katta bilim bergansiz. Gayli uchun ham katta rahmat. Unutmang, tabassum eng yaxshi dori. Rahmat. Mehmonga boramiz. Borganimda snowboardda uchiraman. Juda xursand bo'laman. Hammangiz kelinglar, bolalar. Sizni unutmaymiz. Buncha yaxshisizlar, ko'pligingizni. Hammaga rahmat. Hammangizdan minnatdorman. Meni xursand qildingiz. Judayam. Nima deyishni bilmayapman, hayajondaman. Xursand qildingiz. Sizlardan iltimos. Ota-onangiz, yaqinlaringizni tez-tez yo'qlang. Ayniqsa yolg'iz yashaydiganlarni. Hech kim o'zini yolg'iz his qilmasin. Boshqacha qo'ng'iroq qilmadimi? Oho, odamlarni ko'pligini. Bayram bilan, oyijon. Pasha. Bu meni oyim. Vali buva, salom. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Tanishganimizdan xursandmiz. Ana ko'rdingizmi, Vali xola, siz yolg'iz emassiz. Oilang bag'ridamisan? Rahmat senga, Pasha. Ko'rib juda xursand bo'ldim. Oy. Oyi! Oyijon! Yurka. Yangi yil bilan oyi. Yaqinda ko'rgani boraman. Xavotir olmang. Bora olmaganim uchun uzr. Bir ham xursandmanki. Vali xola, salom. Yangi yil bilan. Yangi yil bilan. Meni odam qilgan siz bo'lasiz. Ha. Yaxshi ham borsiz. Doim Sizni esimizdasiz. yaxshi ko'ramiz. Ko'p yashang. Rahmat sizga. Rahmat sizga. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Salomat bo'ling. Meni ham to'g'ri yo'lga solgansiz. Hammasi ularning o'quvchilarimi? Ha. Aql bovar qilmaydi. Kelinglar, hammamiz Vali xolani sevimli qo'shig'ini kuylaymiz. Покроется небо пылинками звезд, и выгнутся ветви упруга. Тебя я услышу за тысячу верст. Мой эхо, мы долгое эхо друг друга. Мой эхо, мы долгое эхо друг друга. И мне до тебя, где бы я ни была, дотронуться сердцем нетрудно. Опять нас любовь за собой позвала. Мы нежность, мы вечная нежность друг друга. Мы нежность, мы вечная нежность друг друга. Hammangizdan minnatdorman, azizlarim. Всегда быть рядом не могут люди, всегда быть вместе не могут люди. Нельзя любви, земной любви была без конца. Скажи, зачем же тогда мы любим? Скажи, зачем мы друг друга любим? Считай мир, сжигая сердца. Любви все время мы ждем, как чудо. Одной единственной ждем, как чудо. Хотя даже... Yangi yil bilan. Скажи, узнать не смогли, откуда узнать? При встрече смогли, откуда? Что ты моя, а я твоя. Любовь и судьба.
Среди туманных миров скитаться, затем, чтоб мы с тобою друг друга нашли. А вдруг прикажет судьба расстаться, опять прикажет судьба расстаться при свете звезд на крае земли. Не счесть разлук во вселенной. Шумапра. Ну чё, поехали, родной. Ищу тебя среди чужих пространств и веков. Всегда быть рядом не могут люди, всегда быть вместе не могут люди. Нельзя любви земной, любви была без конца. Скажи, зачем же тогда мы любим? Скажи, зачем мы друг друга любим? Считая дни, сжигая сердца. Любви все время мы ждем как чудо, одной единственной ждем как чудо, хотя должна